qori domla, biz mana shu viloyat oynachoqxoniga sahifalar tayyorlaganimizda dilimdan bir gaplar kechgandi, xayollar o'tgandi. Lekin shu savolni berishim to'g'rimi, noto'g'rimi deb o'ylab qolardim. Agar ruxsat bersangiz shu savol bilan murojaat etsam. Mana shu jome madrasa masjidi haqida ayrim shaxslarda salbiy, ayrim kishilarda esa ijobiy fikrlar yuradi. Siz bu fikrlarga qanday qaraysiz? Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Assalamu alaykum aziz birodarlar, otaxonlar, opa-singillar. Men ham siz shu savolni berishlikka tortinib yurganingizga o'xshagan, men ham shu savolga javob berishlikni xohlamasdim. Lekin bunga majbur bo'lganimizdan keyin javob beramiz. Bizning jome madrasa masjidiga kishilarning ba'zilarini ijobiy qarashligi, ba'zilarini salbiy qarashligi bu hammamizga bir aniq bir narsadir. Lekin bu qarash faqat jome madrasa masjidigagina emas. Dunyoda qaysi bir hay'at bo'lar ekan, qaysi bir holat bo'lar ekan, balki qaysi bir shaxs bo'lar ekan, unga xayrixoh bo'luvchi kishilar va bunga qarshi bo'luvchi kishilar albatta mavjud bo'ladi. Ijobiy kishilar, ijobiy qaragandek kishilar va salbiy qaragan kishilar o'zlarining aqllari bilan tekshirib o'lchab olishlari kerak. Shu bilan birga buni jome madrasa masjidi boshqa bir sayyorada joylashgan emaski, uni ko'rish qiyin bo'lsa, balki kelib o'z oyoqlari bilan kelib jome madrasa masjidi bilan ahvollari bilan tanishib o'zlarining baho berishlari nihoyatda yaxshi bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan men ba'zi boshqa masjid madrasalarga nisbatan bo'lgan farqlarni bayon qilib bermoqchiman. Bizning jome madrasa masjididagi kishilar, shu yerdagi xizmat qilib turgan kishilar, ya'ni shar'iy xizmatlarda bo'lib turgan kishilar o'zlarining bu xizmatlarga maosh olmaydilar. Masalan, imom xatib, muazzin, noiblari va shu yerdagi 21 a'zolar, ular masalan mutavalliyotda ishlovchilar va shu bilan birga bu xazinachimiz, shular birortasi maosh olishmaydilar. Balki o'zlarida bor narsani shu masjidga sarf qilishlik bilan faxrlanishadilar. Shu masjidni mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Bu masjid madrasaning binosi yana biror bir xalqdan minbardan turib biror chaqa so'ralmagan holatda vujudga keldi. Alloh subhanahu va taolo o'zi madad berdi. Chunki xalqimizning yashayotgan ahvoli juda bir og'ir, bir qiyinki, ular hozir o'zlaridagi bor narsani o'zlariga birovga muhtoj bo'lmasdan yetkazib tursa ham katta gap deb bilaman. Ikkinchidan, jome madrasa masjidi albatta bir xursandlik, g'amginlik bu holatlarida xursandlik uchun biror bir joyga borishsalar, shu yerda o'zlariga bir xos bir tugun ko'tarib yurishmaydilar. Ikkinchidan, biror o'lim marosimi bo'lsa, janozaga shu jome madrasa masjididan kim borishligidan qat'iy nazar, bu yerga janozaga o'tishlikka hech qaysilari rag'bat qilishmaydilar. Chunki islomning ba'zi qoidalariga binoan shu mayyitni egasi janozaga o'tishligi taklif qilinadi. Agar shu mayyitni egasi talab qilsaki, shu bizning jome madrasa masjidida turuvchi imom xatib yo boshqa kishilarni imomga o'tishligi taklif qilinsa, yo vasiyat qilingan bo'lsa imomga o'tishadilar-da va bundan biror bir narsa foydalanishmaydilar. Biror narsa olishmaydilar. Hatto ba'zi taraflardan eshitamizki, nahotki shu janozada ham bir narsa olinmaydigan masjidlar ham bo'larmikin degan, bizlarga nisbatan bu oddiy bir narsa. Nikoh bo'lgan vaqtlarda ham jome madrasa masjidida musulmon kishilar har qanday kishi nikoh vazifasini o'tab,
nikohni o'qib berishaveradilar. Bunga bir maxsus bir tayinlangan kishilar yo'q. O'zi shariatda ikkita guvohni asosida bir yosh yigit va qizni o'zlari shu turmush qilayotgan vaqtda ikkita guvoh bilan bir kishi nikohini o'qib qo'ysa, bu o'zini vazifasi deb bilmoqligi kerak. Bunga bir maosh oladigan bir xizmat emas. Mana bu narsalar va shunga o'xshagan ba'zi muhtoj bo'lgan kishilarga qo'limizdan kelgancha yordam beradigan ba'zi bir kichkina korxonalar qurganmiz. Bu korxonalar ma'lum bir miqdorda masjidimizga bir o'zlarining mablag'laridan topshirib turishadilar. Bu mablag'larning masjidni obodonchiligi uchun ishlatamiz. Masalan, yaxshi go'shtlarni topilishligi mumkin. Boshqa joydan albatta arzon narxda sotiladi. Nonlar ham nihoyatda ko'ngildagidek nonlar topish mumkin. Masjidimiz qoshida 3 ta oshxona ishlab turadi. Bularda ham biz islom shariatiga muvofiq ovqatlar tayyorlashlikni, sharoitlarni muhayyo qilganmiz. Alhamdulillah, mana Ramazoni sharifda turganligimizni ham eslatib o'tmoqligim kerak. Ramazoni sharifda 30 kun o'quvchi bolalarga bepul iftor va saharlikni uyushtirganmiz. Kelgan mehmonlarga ham, musofir kishilarga, ya'ni albatta mehmonlarga hamma shunday qiladi. Musofir kishilar hammalariga bepul iftorli saharlik doim muhayyo qilingan. Qordonlar, bu yerda xizmat qiluvchilarning maosh olmasdan ishlashlari albatta ibratga sazovordir. Lekin ular o'zlarining turmushlarini yaxshilash uchun, ya'ni oilalarini boqish uchun mablag'ni qayerlardan olishadi? Juda yaxshi bu savol. Bu savol chetda qolmasligi kerak edi. Masalan, men o'zimdan boshlashlikni o'zimga muvofiq ko'raman buni. O'zim masjidga bir ibodat qilishlik uchun, shu yerdan namozni o'qib berish uchun kelgan vaqtimdan boshqa vaqtda o'zimni kasbim bilan shug'ullanaman. Boshqa birodarlarimiz ham bu yerga namozni o'qishadilarda, o'zlarining shu bo'sh vaqtlarida o'zlarining kasblari bilan ish joylarida ishlab, tirikliklarini masjiddan topishmaydilar. Hammalari o'zlariga xos bo'lgan kasb bilan tiriklik qilishadilar. Masalan, men o'zimni ishxonamda, maxsus o'zimning joyimda, uyimdagi kasbim bilan, shu bilan dehqonchilik, boshqa kasblar bilan hammasi bilan bemalol suratda o'zimga yetarli maoshni topaman. Boshqalar ham xuddi shunday, balki mendan ham boshqalar bu masjidga o'zlaridan oshgan narsani olib kelib sarf qilishadilar mana. Demak, masjid mana boshqa mamlakatlarda ham shuni guvohi bo'ldik, shuni aytib o'tishimiz kerak. Bir masjidning imomi kim bo'lib ishlaysiz deb so'rasangiz, u masjidning imomi bo'lib ishlayman deydigan kishilarni kam topasiz. Bir korxonada muhandis yoki boshqa bir tabib, shular o'zlarining shariat ilmlarini mustahkam egallaganliklari sababli ular o'sha masjidning imom xatiblari bo'lib tayinlangan. Ular birontalari bu yerdan maosh olmaydiganlarni ko'rdik. Chunki ular diniy bu vazifani o'zlariga bir bu kasb qilib pul topib tirikliklarni o'tkazgan vazifa deb bilishmaydilar. Shuning uchun ular bir maxsus masjidlarimizda bizni shunday kishilarimiz bo'lishi kerakki, ular o'zlarining ish joylarida ishlab, kishilarga namozlarni o'qib beradigan olim kishilar bo'lsa, qaysi odam olim bo'lsa, shu imomga o'tib berishi kerak. Qordonlar, sizning suhbatingizda shuni anglab yetdikki, siz xorijiy safarlarda ham tez-tez bo'lib turar ekansiz. Shunday ekan, biz yana shu yuqoridagi savolga qaytishni joiz deb topdik. Shu xorijda yashayotgan vatandoshlarimiz va musulmon olamidagi qator turli millatga mansub bo'lgan kishilar mana shu jome, madrasa, masjid haqidagi salbiy fikrlardan mustasnomi? Men xorijiy mamlakatlarga bo'lgan safarimni birinchi Hindistondan boshladim. Hindistonda Nizomiddin markazida bo'ldim. Nizomiddin markazi dunyodagi hamma musulmonlarni o'zining bag'rini ochishlik bilan farq qilib turadi. Dunyoning hamma qit'asidan Hindistondagi Nizomiddin markaziga musulmonlar keladi. Bu yerda meni borishligim shu Nizomiddin markaziga birinchi mehmon bo'lib borganligim ularni hammasini bir quvontirdi.
Shun bilan men dunyoni hamma musulmonlari bilan tanishdim. Bu yerda navbat bilan hammalarni ma'lum bir soatda uchrashuvlar o'tkazdik. Ulamolar bilan, bu yerdagi har xil kasbdagi kishilar bilan, ular bizning masjidimiz haqida ma'lum bir mehmonlarning kelib ketganligi sababli xabardor bo'lishganliklari bilan ular meni taklif qilishgan edi. Ana ularning endi bu bizning jome madrasa masjidiga bo'lgan muhabbatini o'zlarini tillari bilan ifodalagan so'zlardan bilishimiz mumkin. Hatto ba'zilari jome madrasa masjidida juma namozini o'qigandan keyin o'z tillari bilan mana bu yerdagi musulmonlar bunga guvoh. Men shu jamoatni dunyoning ikki joyda ko'rdim. Lekin men dunyoni ko'rmagan kishilardan emasman. Dunyoni hamma olamidagi juma jomelarni ko'rganman. Shunga qaramasdan birinchi men Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidlari, Madinadagi masjidlarda shunday ko'p jamoani ko'rdim. Ikkinchi shu Andijonning jome madrasa masjidida ko'rdim deb o'zidagi xursandligini ifodaladi. Bu shu mehmonlar buni eshitishlik natijasida bizni jome madrasa masjidida har doim mehmondan xoli bo'lmaydi. Kishilar jome madrasa masjidini shu yerdagi talab ilmlar bemalol so'rashyaptilar. Men ulardan bu yerda sizlar qanday bildinglar degan savolimga borgan kishilar tarafidan bu masjidni davrug'ini eshityapmiz deb xursand bo'lishyaptilar. Qori domla, mana siz jahonning qator musulmon davlatlarida bo'lib qaytibsiz. Sizning bu sayohatingiz faqat sayr sayohat yoki ziyoratdan iboratmi yoki bo'lmasa mana shu masjid ishini rivojlantirish, ya'ni bu yerda tahsil olayotgan mullachilarning xorijga chiqib o'qishlarini va boshqa ishlarni shug'ullanishlarini ham yo'lga qo'yishmi? Albatta biz birinchidan shu borilgan xorijiy mamlakatlarga ixtiyorimiz bilan bormadik, taklif bilan bordik. Hindistonga mana aytib o'tganda Nizomiddin markazidagi ulamolar taklifi bilan, bu masjid nimaga bo'lsa, Dubayga bo'lsa, bu yerdagi Huri Hill bu korxonasini peshvolari taklifiga binoan va Sudan hukumatiga bo'lsa, jahon xalqlarining do'stlik hay'atini taklifiga binoan bordik. Bu yerda xususan yaqindagi safarimizda, Sudandagi safarimizda ta'lim vazirliklarida bo'lib, hamma jamialarda bo'lib, ular bilan shu bizni Andijon viloyatidan xususan O'zbekiston Jumhuriyatidan mana bu joylardan xorijiy mamlakatlarga talabalarni chiqarishlik haqida juda ham mustahkam bir muhokamalar yurdi. Undan tashqari bizning viloyatlarda mana shuni aytib o'tishimiz kerakki, Kuvaytlik birodarlarimiz bular ko'rishib bizni xalqlarimizning ixlosini ko'rib aytishyaptilarki, sizlar mana butun neftlarni chiqarishlik bilan butun boshqa ajnabiy shaharlarga borar ekansizlar, faqat bir yaxshiroq kasb topishlik uchun. Shular bizni tarafimizga borishsalar, o'zimizni musulmon birodarlar biz mana bu narsalarni yo'lga qo'ysak deb bularni talab qilishyaptilar. Lekin bizlardagi mahalliy hukumatlarning ba'zi ishlarni mustaqil suratda hal qila olmasligi, hozirgacha davom etishligi bu ishlarimizni sekinlashtiryapti. Biz talabalarni jo'natgan bo'lardik, ishchilarni jo'natgan bo'lardik, haj safarlarini ham mustaqil ravishda yo'lga qo'yishimiz mumkin edi. Qanday chiroyliki, birovga yuk bo'lmasdan o'zi Andijon viloyatini o'zidan, shu viloyat rahbarlari o'zi agar shuni fikrlashsalar, shu yerdan hajga jo'natilsa, hech qanday ovoragarchiliksiz bo'lib talabalarni jo'natilsa, bularni xorijiy mamlakatlar bilan aloqa qiluvchi kishilar mustahkam mukammal ish qilsalar, bu ishlar nihoyatda oson bo'lgan bo'lardi. Albatta bizning sayohatimiz jome madrasa masjidining ishlarini va boshqa musulmonlarning ishlarini rivojlantirishlik uchun bo'lganligidan albatta bu aniq gap bu endi. Qordonlar, siz yuqorida suhbatda aytib o'tdingizki, biz siz bilan mana Ramazoni sharif kunlarida suhbatlashib o'tiribmiz. Musohibamizning yakuni sifatida mana shu farzandlarning to'g'ri tarbiyalash, ularning odobi, xulqi, o'z kasbidan halol non topish kabi hadislardan mana parchalar o'qib berib suhbatimizni yakunlasak. Yaxshi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah subhanahu va taolo oilani juda bir baland martabada ko'rdi.
islom oilani jamiyat binosining birinchi poydevor ustiga qo'yayotgan g'ishti deb hisoblaydi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo oilaga juda katta ehtimom berdi. Lekin hozir bu haqdagi gapiriladigan gaplarning ko'pligiga vaqtning qisqaligi bizni buni to'la ifodalab berishlikka imkoniyat bermaydi. Shuning uchun men qisqacharoq qilib astag'firu billah va'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Alloh subhanahu va taolo buyuryaptiki, o'zingizni, ahlingizni, oilangizni namozga buyuring va bu harakat namoz buyurish ustidagi ishda sabr qilib sabot bilan turing deb buyuryapti. Va yana boshqa oyatlarda ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey iymon keltirgan kishilar, o'zingizlarni, oila a'zoinglarni va farzandinglarni do'zax o'tidan saqlanglar deyapti. Har bir kishini islom o'zini oldida, oilasini oldida, jamiyat oldida javobgar qilganga o'xshagan, ayol kishini ham o'zining turmush o'rtog'ining xonadonida javobgar qilib qo'ydi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis bunga dalolat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitdim deydilar bu kishi, kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imam ra'in va mas'ulun an ra'iyatihi, var-rajulu ra'in fi ahlihi va mas'ulun an ra'iyatihi, wal-mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha va mas'ulatun an ra'iyatiha, wal-khadimu ra'in fi mali sayyidihi va mas'ulun an ra'iyatihi, va kullukum ra'in va mas'ulun an ra'iyatihi deb eshitdim deydilar. Ya'ni bu hadisning qisqacha mazmuni har bir kishi posbondir. Posbon bo'lib turgan kishi o'zining qo'l ostidagi kishilarni, narsalarni juda ehtiyot qilib o'zini javobgar shaxs deb biladi. Har bir kishi o'zining fuqarosiga javob beradi. Imom, ya'ni xalqlar ustida peshvo bo'lib turgan kishi posbondir, o'zining fuqarosidan javobgardir. Er kishi o'zining oila a'zolarida posbondir, u ham oila a'zolaridagi fuqarolarga javob beradi. Shunga o'xshagan ayol kishi ham javobgardir, o'zining turmush o'rtog'ini uyida javobgar hisoblanadi. Xizmatkor kishi ham o'zining hojasini, molida javobgar hisoblanadi va shu qo'l ostidagi narsalarga javob beradi. Xullas, har bir kishi javobgardir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu o'zlarini javobgar deyishlikda namuna bo'lgan zotlar. U kishi butun hayotlaridagi islom yo'liga, haq yo'lga qilgan da'vatlardagi ozorlarga chidashliklari, bu narsa hammasi u kishi o'zlarining yer kurrasidagi hamma bashariyatning qiyomatgacha ahvolidan javobgar deb bilishgan. Masalan, biz hadis shariflarga diqqat qilar ekanmiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlarini tashqi olamdagi harakatlarni esdan chiqarib qo'yishlari bilan qo'yganlari yo'q. Shu esdan chiqarmasliklari bilan birga uylardagi farzandlar va nabiralariga bo'lgan e'tiborlarni ham esdan chiqarganlari yo'q. Mana Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, akhadal Hasan ibn Ali radhiyallohu anhuma tamratan min tamri sadaqa faja'alaha fi fihi. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, kuh kuh irmi biha ama alimta anna la na'kulu sadaqa. Hasan ibn Ali, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nabiralari, bu kishi bir sadaqot, ya'ni zakot xurmolardan bir dona xurmoni oldilar va bu bir dona xurmoni og'izlariga soldilar. Shunda emaklab yuradigan nabira kichkina edilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har birimiz mana yosh bolalarga xitob qilgan vaqtimizda, nopok narsa degan narsani xitob qilganimizda kuh kuh, ya'ni bizda bo'lsa kih kih deyiladi. Bu narsa kih olib tashlang. Bilmaysizmiki, bizlar, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining ahli baytlarini hisoblab aytdilar, sadaqat, zakotni yemaymiz dedilar. Zakotni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning avlodlariga harom hisoblangan.
Hatto bu kishi emaklab borayotgan nabiralariga ham bir dona zakot xurmosining og'ziga olib borishligi oldida o'zlarini javobgar his qildilar. Hatto bolalarni ham odoblantirishlikda boshqa bolalarni ham odoblantirish o'zlarining vazifalari deb biladilar. Mana Abu Hafs Umar ibn Abi Salama Abdullah ibn Abdul Asad bu kishi rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldida tarbiya topgan kishilardan kuntu g'ulaman fi hajri Rasulilloh sollallohu alayhi vasallam va kanat yadi tatishu fi as-sahfa فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك تعمتي بعده. Men bola edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida o'tirganimda qo'lim kosaga tez borib qolardi ovqatlanib o'tirganimizda. Bu narsadan shuni ham bilaylikki, butun dunyoni sayyidi bo'lib turgan zot bolalar bilan billa ovqat yeb o'tirgan, o'zlarini shunday kamtar tutganliklarini ham esdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak. Hozir bormi? Rahbarlarning ichida birontalari shunday bolalar bilan birga o'tirib ovqatlanib o'tirganligi. Bu ovqatlanishlik, bolalar bilan ovqatlanishlik, ularning ba'zi ovqatlanishda odoblarga rioya qilmasligiga sabr qilishlik, har kim ham bu narsani ko'tara olmaydi. Shuning uyda ham o'zini farzandlari bilan ham billa o'tirmasdan ovqatlanadigan otalar ham yo'q emas, birodarlar. Ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerda bu tarafdan namuna bo'lgan bo'lsalar, shunda qo'lim tezlab har taraflarga qo'lim uzatilib qolganligi sababli aytdilarki, ey bola, Allohning nomini yodingizda olib ovqatda boshlang va o'zingiz o'ng qo'lingiz bilan yeng va yoningizdan ovqatni oling deb shu ta'limni berdilar. Ya'ni Allohning nomini esga olishlik, bu taomni Alloh yetkizdi va o'zini yonidan olish odob, hatto shu narsani bildirishlik ham o'zlarining vazifalari deb bildilar. Ya'ni shun bilan birga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Amr ibn Shuayb dadalardan rivoyat qilib, u kishi opa dadalardan rivoyat qiladilarki, muru avladakum bis-salati va hum abna'u 7 sinin va dribuhum 'alayha va hum abna'a 10 va farriqu baynahum fil madaji'i. Farzandlarni namozga 7 yosh bo'lganda buyuringlar. Ularni odoblantirib, kerak bo'lsa zarba bilan ham odoblantiringlar 12 yoshgacha borguncha. O'rtalarini o'rindiqlarda ajratib qo'yinglar dedilar. Hatto bola kamolotga yetgan sari endi o'rindiqlarni alohida solishlikni ham o'rgatmoqligimiz kerak. 7 yosh degan narsani ba'zilar aytishi mumkinki, menimcha bu yoshi juda kichkina bola-yu deyish mumkin. 7 kalimasiga agar diqqat berar ekanmiz, juda ko'p narsalarda 7 kalimasi bor. 7 yoshda namozga buyurishlik ham bu bir tagida ko'p hikmatlar bor. 7 haftaning kunlarini 7 bo'lishligi va yana undan tashqari osmondagi asosiy katta sayyoralarni 7 ta bo'lishligi, 7 ta iqlimni bo'lishligi, ba'zi mana bu bolaning rivojlanishlik haqidagi fanni biluvchi kishilarga ham ma'lum, 7 oyda bolaning kamolat davrini boshlanishligi. Xullas 7 kalimasiga mana jannatning ham 7 bo'lishligi, 7 kalimasi o'ziga xos bir sirni o'z ichiga oladi deb aytsak, hozir buni bayon qilish o'rni emas. Shuning uchun ham bola 7 yoshga borganda undagi butun boshqa bir vujud, boshqa bir holat vujudga kelishligi, namozning ham 7 yoshda buyurilishligida ham alohida bir sir borki, bu narsani Alloh subhanahu va taolo o'ziga ma'lum mana. Shuning uchun biz mana ta'lim, tarbiya yo'llarida biz islomning yo'llarini agar tutar ekanmiz, inshaalloh bolalar ko'p tarbiyalanib kamolat topishadilar.